Bilasizlarmi? Bahor baribir boshqacha-da. Bunaqa tabiatda faqat dam olish kerak. Mergan do'koniga naborlarni zo'rlari keldi. Bittasini sizlarga ko'rsataman. Stol, suvga ham chidamli, kichkina bo'lib yig'iladi. Shashishli nabor. Buni 12 xili bor do'konimizda. Xohlaganinglarni tanlab olsanglar bo'ladi. Mana pasoda naborni qaranglar. Shaqir-shuqur qilmaydi. Hamma narsa 4 talik komplekt, vilka, qoshiq, talinki, yerga solib o'tiradigan kilonkalariga, dasturxonlargacha zax o'tkazmaydigan. Orqasida undan ham zo'r narsasi bor. Bu ryukzak bo'ladi. Mana qaranglar. Narsalarni bemalol chopib turasizlar ustida. Bu yerda termos uchun joy. Mana kresloga bitta o'zingizlar e'tibor beringlar. Bular kalovat bo'ladi. Buni ham xillari ko'p do'konga borsanglar ko'rsatamiz hammasini. Palatkani dodasini sizlarga ochib qo'yganmiz. Xohlasanglar qishda, xohlasanglar yozda ham ishlasanglar bo'ladi. Mana oldiga hozir masketni qilib qo'yganmiz. Buni yopsanglar, sovuq kirmaydi. Bu chivin pashtalarga qarshi. Ichini bitta ko'ringlar o'zingizlar. Razmeri ham bitta spalniy bo'lyapti o'zi. 3 ga 3. Tegi ham qalin, zax o'tkazmaslik uchun buni xohlasanglar yechib tashab, yer o'zini chiqarib qo'ysanglar bo'ladi. Balandligi ham bor-ku, почти 2 metr. Ko'rdinglarmi? Endi sovuqda pechga qo'ymansanglar va dimoxodni chiqarish uchun joylar ham bor. Ko'rdinglar? O'shaning uchun qishda ham, yozda ham bemalol ishlab turasizlar. Havoyanish uchun oynalarigacha ham bor. Shu narsalarning naborlarning hammasi bitta kichkina Matiz'ni bagajda keldi. Joy olmaydi. Endi bundan zo'r narsalar kerak bo'lsa, Mergan do'konini sizlarni kutamiz. Kommentariyada izohinglarni qoldiringlar. Nomer qo'yib qo'yamiz qolgan ma'lumotlar uchun. Hammaga rahmat.